Islom Karimovning o'g'li Tatyana Karimovani sudga berdi. 26-iyun kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlararo sudida O'zbekistonning birinchi prezidenti marhum Islom Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimovaga nisbatan fuqarolik ishi ko'rib chiqiladi. Da'vogar Islom Karimovning birinchi nikohidan bo'lgan farzandi Pyotr Karimov. Bu haqda Toshkent shahar sudi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda keltirilgan. Da'vo predmeti sifatida vorislik huquqidan kelib chiqqan nizo ko'rsatilgan. Ma'lumotga ko'ra, birinchi instansiya sudida ishni sudya Aziz Rahmonov ko'rib chiqadi. Eslatib o'tamiz, may oyida Rossiyaning Krasnogorsk shahrida xotinini kaltaklaganlikda gumonlanib ushlangan Pyotr Karimov meros bo'yicha sudda ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelmoqchiligi aytilgan edi. Karimovning rafiqasiga ko'ra, Pyotrning so'nggi yillari omadsizliklar bilan o'tgan. Avvaliga u o'z vatanida pul uchun aldangan. Keyin Rossiyada uning omonatlari saqlangan bank kuyib ketgan. Bundan tashqari Moskvada o'zini advokat sifatida tanishtirgan firibgar fuqarolikni olishda va bankdagi pullarni qaytarishda yordam berishini aytib, sobiq prezidentning o'g'lidan 6.270.000 rubl, taxminan $78.000 o'g'irlab ketgan. Pyotr uni aldagan odamga qarshi tergov jarayonlarida qatnashish uchun Toshkentga qaytmoqchi bo'lgan. Andijonda terak qulashi oqibatida harakatlanib ketayotgan Matiz ikkiga bo'linib ketdi. Unga ko'ra 12-iyun kuni Andijon tumani Oyjamol MFE oliygoh ko'chasida harakatlanib ketayotgan Matiz ustiga baqaterak qulab tushgan. Avtomobil ichida bo'lgan 2004-yilda tug'ilgan Dele tan jarohati olib shifoxonaga jo'natilgan. 12-iyun kuni Farg'ona vodiysi, Samarqand viloyatlarida kuchli shamol bo'lib, ayrim hududlarda jala qo'ydi. Farg'onada aholi uydan chiqmaslikka chaqirildi. Shuningdek, ob-havo oqibatida elektr ta'minotida ham uzilishlar kuzatildi.